Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz 1-iyun munosabati bilan Xalqaro bolalar kuniga Hello Kids boxlarini tarqatamiz. Assalomu alaykum. Hello Kids Instagramga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Biz ko'zimizni yumib turamiz. 10 gitsanimiz tez propiska bo'laylik. Xo'p. 1 2 3 gracias. Boshlasanimiz to'xtang. Yo'q. Voy, propiska bosgan ekansiz. Voy, mana bu sizga. Sizga. Ular ham propiska bosgan ekanlar. Hozirgi savolim bor. Daraxtda 40 ta qush o'tiribdi. Agar bittasini otib o'ldirdida, uchib ketdi. Nechta qush qoladi daraxtda? To'g'ri topdingiz bu sizga. Chunki hamma qush uchib ketadi. Hozir men sizga topshiriq beraman. Agar to'g'ri topsangiz, bu sizga. Hop, yer tagida oltin qoziq. To'g'ri, bu sizga. U lekin o'zi 15, lekin odamlar unga qaraganda 3 deyshadi. Nimaga? Nima u? Soat. To'g'ri topdinglar, bu sizlarga bo'lishib olasizlar. Hozir men sizga topshiriq beraman va to'g'ri topsangiz Hello Kids'ga ega bo'lasiz. Bildingizmi? 3 tarcha daraxtning 7 ta shoxi bor. Har bir shoxda 2 tadan olmasi bor. Barcha bemorlar nechta? Archada olmasi. To'g'ri, bu sizga. Bular Hello Kids Instagramga obuna bo'lgan ekanlar. Sizga savolimiz bor, keyin podarka beramiz. O'zi kichkina filga o'xshagan. Nima u? Beli bolasi. To'g'ri topdingiz. Mana bu sizga. Bular ham Hello Kids profiliga obuna bo'lgan ekanlar. Hozir bularga topshiriq beramiz. O'zi bitta qornida belbog'i bor, boshida shapkasi bor, 5 ta oyog'i bor. Nima u? Baklash. To'g'ri topdilar. Eng qiyin topshirig'idir. Bu sizga. Sizga savolim bor. To'rt burchak so'y bor. Agar bitta burchagini kesib nechta burchak qoladi? 6. Bular ham Hello Kids Instagramiga obuna bo'lgan ekan.